Shunday bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Elektrik chaqiruvmi deydi? Keldim. Ha, chaqirdim. Ukam, shundan darvozani ochib ol. Darvozani? Hop. Hozir. Nima qilish kerak edi o'zi aka? Nima xizmat? Ha, bedanaga suv quyish kerak. Qo'lida ham qurib qolgan gullar bor. O'shalarni ham olib tashlash kerak. Men elektrikman-da aka. Ha, yo'q, kakrat. Oshxonamda bir oydan beri lamp chekib yotdi. Zo'rdan qo'yib berlaring. Ha, aka, yomon hazilkash ekansiz-da. Mashinangizni tajab keta qoling, men mo'ka qilib qo'yaman. Bedanalarga suv qilib qo'y deydi. Ha, elektrik bo'lsam, Qo'yib bering, o'zim olib beraman. Kunduzoy? Bo'rivoy aka. Aka. Yulduzingni izlaganim, armonlarda o'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shan yulduzingni izlaganim, armonlarda o'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shan Qizim yiroqating. Voy, bu seni bola emasmi? Yo'q, hali turmushga chiqmadim. Nimaga? Sizni kutdim. Peshanamga taqdir bitgan, yuragimni abgar etgan. Alo? Ha, hozir 1 soatda boraman. Kim u? Xotinim. Ha?